Assalamu alaykum qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 30 soniga hoş geldinglar. Bugün biz to'limi iftixor bilan Norvegiyada turishliq hukumatimizning kotibi Parat efendimni bu programmamizga taklif qildik. Parat efendim programmamizga hoş geldiniz. Rahmat, hoş buldum. Biz bu imza qo'yish faoliyatini hep berib 61 tashkilot imzoga qo'l qo'ygandan keyin buni Amerika majlisiga kirdik. Hozir har bir parlament a'zosiga yetkazish xizmati turyapmiz. Biz cho'ng utuq qozondik. Ammo bu xizmat nihoyat jafoliq bo'ldi. Bunga nurg'un qarindoshlarimiz kuch chiqadi. Bular hukumat ichidagi yoshlar alohida kuch chiqadi va sirtdagilar mana shunday. Yani bunun ichida Parat efendim bor. Bugün biz Parat efendim bilan tanışıp o'taylik. Oldi bilan Parat efendim o'zingizni bir tanıştırib o'tgan bo'lsangiz. Buldu. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Men Farhod Abduvali, Sharq Turkistonning O'g'li shahridan. Men 1998-yili Ilmiy pedagogika institutining fizika fakultetini bitirib, fizika ma'rifininki bakalavrilik unvoniga erishdim. Undan keyin 2 yilga yaqin bir kompyuter tarbiyalash markazida ishladim. 2000-yildan tortib shu Ilmiy pedagogika institutida o'qituvchilik ishladim. 2009-yil bo'lgan chaqda Yaponiyaga o'qishga chiqdim. 1 yillik tayyorlikdan keyin Kyushu universitetidan matematik fakultetida matematik kasbidan magistrlikka kirib o'qidim. 2012-yili magistrlikni bitirib matematikadan magistrlik undan olgandan keyin doktorlikka kirib o'qidim. 2015-yil bo'lgan chaqda ma'lum sabablar tufayli o'qishimni to'xtatib, Yevropaga ko'chman bo'lib chiqdim. Hozir Norvegiyada oilam bilan turyapman. Rahmat. Rahmat. Doktorlikni o'qiyotgan bo'lsangiz bu yaxshi bo'libdi ekan. O'qimoqchi. Shu. Endi hukumat kotibi bo'lish osonmi ekan? Xizmat o'tishdan chiqa oldingizmi? Qiyinchiliklaringiz bormi? Biz Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan shu munqariz qilingan vatanimizni tashlab chet elda yashamoq ham hozirgi xalqimizningki tip-tinish jimjit qirilayotgan holatiga chorsizlik bilan qarab turishdek bir ig'ir kunlarda yashamoq haqiqatan osonga to'xtamayotdi. Buning ustiga o'zimiz ojiz, kuchsiz, chechilan holatda turib Xitoyning tajovuzga qarshi shu kurash sepiga qaytilish texmi qiyinga to'xtagan bir ish bo'ladi. Shundaq oson emas, qiyin degandek qatma-qat mushkullarning ustiga hamda Sharq Turkiston surgunda hukumatining ustiga ichiga kirib, shu hukumat kotibligidan iborat shundaq bir vazifani elish haqiqatan mas'uliyati og'ir ham qiyinchilik ko'p bo'lgan bir ish bo'ldi. Shundaqdimi hamda yo'l uzun, mushkullik ko'p deb hamma ishni tashlab qo'yga olmaydi. Hech kim biz uchun qilmaydi. Shuning uchun shu kasbning hodisidan chiqish uchun tirishyapman. Endi qiyinchilik kelsak, qiyinchilik haqiqatan ko'p. Endi iqtisodiy va boshqa sabablarni demay turay. Oldindan ko'z oldimizdagi eng zarur bo'layotgan qiyinchilik, eng bizga qiyin to'xtayotgan ish nima degan chaqda bizning ixtisos egalarining kamchiligi. Bu vaqtda G'ulom Osmon akamizmi burungi video leksiyalarda nihoyat ko'p qitim ta'kidlagan ixtisos egalarining nihoyat yetishmayotganligini. Hozir endi chet elda shu universitetlarda o'qiyotgan Uyg'ur yoshlari nihoyat ko'p. Endi bu universitetlarda o'qiyotgan yoshlarningki alohidligi ham o'z yashagan shu jamiyatni yaxshi tushundi. Undan keyin o'zining kasbini bilgandan sirt shu davlatning tiliga puxta. Biz shundaq yoshlarning bizning yanimizga kelib, bizga yordam berishini, bizni yaqindan qo'llashini bekmi umid qilamiz. Endi rostni aytganda hamma odamning o'ziga kuchli turmush bo'ladi, xizmati bo'ladi. O'qiyotganlar cho'qim o'qishning hodisidan chiqish kerak. Bu ishlar oson emas. Mana bizmi hozir mushtarqida tugamas uy ishlari, turmush ham xizmatlardan eshinib, vaqtning ichidan vaqt chiqarib, shu bizning mustaqilligimiz uchun
bir payet so'p qoladi degan umid bilan Sharq Turkiston surgunda hukumatiga kirib, mush vazifani yeb qo'yapmiz. Shundaq bo'lgan ekan, har qanday bir Sharq Turkistonlikning mush mustaqillik yo'lida o'zininki shu mas'uliyatini ado qilish tuyg'usi bilan shu bir kishilik nemisini ola olsa, vazifasini, mas'uliyatini ilib ma'lum bir ishning o'disidan chiqa olsa, balkim bizningki hozirgi qilayotgan da'voyimiz balkim texmo tez ham zo'r natijalar bilan ilgirilishi mumkin. Rahmat. Bu biz ixtisos egalariga ehtiyojliq dedingiz. Bularmi har xil tillarga pishiq, shu davlatlarda cho'ng bo'lgan yoshlarga bak ehtiyojimiz bor. Agar ularning yordamiga erishsak, biz har tilda o'zimizning irodasini xalqaro yetkaza olamiz. Va sizmi yaponchani o'rgandingiz, undan keyin norvegiyacha o'rganib turib yetibsiz. Biz tilga ehtiyojliq va ixtisos egalariga ehtiyojliq. To'g'ri. Shunga shu ixtisos egalarining bularmi yoshlarningki bizga yordamda bo'lishini, bizni qo'llab-quvvatlashini umid qilamiz dedingiz. Rahmat. Endi bu kotiblik degan bir ig'ir ish, hamma ish yuklanadigan gap hukumatningki. Buningga siz Uyg'ur tilida qilyapsiz bu kotiblikni. Uyg'ur tilida yozgan hujjatlar cho'qim to'g'ri bo'lishi kerak. İmlasini to'g'ri bo'lishi kerak. Her jihatdan bir xatolik ko'rilmasi kerak. Sizningki Uyg'urchangiz shunga yetamdi? Uyg'urchangizni so'rab qo'yaymi? Bo'ldi. Men to'liq o'tirdi puturgacha hamda Uyg'urcha ma'rifdan ta'lim oldim. Darslik materiallarni sirtan ko'p Uyg'urcha kitoblarni ko'p ko'rdim. Mening dadam adabiyot o'qituvchisi ham adabiy obzorchi. Shunlashqa her ayda yeni sondagi jurnal, gazitlar uyimizga kelib turdi. Undan keyin adabiy kitoblar, adabiy asarlarmi nayet ko'p. Hamda buning bizning uyda asosli xaridori dadamdan qolsin men, biz ko'proq o'qiymiz o kitoblarni. Keyin oliy maktab chiqqanda garchi tavifanda o'qigan bo'lsam-mu, ham ko'rgan materiallarim asosan xitoycha bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urcha kitob o'qishni davomlashtiraverdim. Uyg'urchaga o'zimning bir xil hurmatim, bir xil sevgim bo'lganligi uchun mayli kitob o'qiy yoki xotir qoldiray, xatlarning grammatikalik xatolik yuz bermaslik uchun, undan keyin nemo so'zlarning to'g'ri ishlatilishi uchun nayt kuch chiqardim. Shunlashqa keyingi vaqtlarda dadam hatto o'z yozgan maqolalarini menga tahrirlashga berdi. Mening tahrirligimdan o'tkazgandan keyin undan keyin matbuotga yo'llab, nashriyatlarga yo'llab, albatta u yoqda muharrirlar tahrirlaydi. Bunda kichik chiniqib ekansiz-da siz. Şu dadamning shu maqolalariga yordamim bo'lgan. O'zim qiziqdim, dadammi meni shu nim qilgandan o'zim xush bo'ldi. Keyin mayli xabar bo'lsin, maqol bo'lsin, tarjima qiladigan, undan keyin tarjima qilingan xabar maqollarni tahrirlaydigan, to'rbatlarni boshqaradigan ishlarni qildim. Undan sirt yana bir korrektorlar guruhiga qatnashib bir mezgil xizmat qildim. Shunlashqa mening Uyg'urcham mening shu Uyg'urcha materiallarni tayyorlashimga yetdi deb qarayman. Albatta men tayyorlagan materiallar maxsus xodimlarningki sifat tekshirish o'tkazilgan o'tidi. Shunlashqa men bu xizmatni yurakli qilyapman. Bu hukumat kotiblikda albatta Uyg'urcha bilan hamma ishni hal qilib ketgan bo'lmaydi. Shunlashqa hozirmi yana davomli ingliz tilini va norveçchani norveç saviyamni yuqoritish uchun davomli o'rganyapman. Ham shuningga shu kotiblik kasbiga oid materiallardan ko'p izlanyapman. Rahmat. Japatat xizmat qilib yetibsiz. Xuddi Yaponiyada intervyu kirgandek na'at jiddilashyapsiz. Shu tunji qitim bo'lg'achqa asal jiddilish qildim. Endi biz yapon to'g'risida so'zlab haqli yapon berib o'qibsiz. Biz bu vatan davosini diasporada qilyapmiz. Her devletlerni ko'ryapmiz. Her devlet bizga bir bilim bo'lishi kerak, o'rganish bo'lishi kerak. Hem siz Yapon qanday qaraysiz? Yapondan bizning o'rganadigan taraflarimiz bormi? Yaponiya hammalarga ma'lum, u o'zininki kuchli iqtisodiy
hem ilg'or fan texnikasi bilan dunyodagi boshqa davlatlarni qoyil qilib kelayotgan bir davlat. Gerçi u ikkinchi dunyo urushida mag'lubiyatga uchragan bo'lsa-mu, ammo urushdan keyin o'zini nihoyat tez o'ngshab, iqtisodiyotdan yuqori sur'atda yengillanib ham taraqqiy qilib, hozir taraqqiyotgan davlat, taraqqiyotgan davlatlar qatoriga tezlik o'tdi. 64-yili Tokioda o'tkazilgan Olimpik tanarkat yig'iniga qatnashqili kelgan tanarkatchilar, ko'ngil kelgan sayohatchilar, muxbirlar bo'lsin, bu Yaponiyaning taraqqiyotini ko'rib hayron qolgan. Ikkinchi dunyo urushida vayron bo'lgan, ikki qitim atom bombasi portlagan, g'oyat zo'r darajada urush chiqimi to'lagan mushundaq bir davlat mushunda tez taraqqiy ketdimi deb hangtan qolgan bular. Afat ko'p, tabiiy boyligi kamchil bu davlatni yaponliklar o'zining tirishchanligi, unumdorligi va o'mligi bilan taraqqiy qildirgan. Mushundaq taraqqiy qilgan, mashinalashgan, nopus zichligi nihoyat cho'ng, zamini kichik bu davlatning muhitimi aqllarni lol qilgudek darajada go'zal va pokiz. Kecha kunduz odam saldak yiqib turadigan ko'chalardanmi yoki bo'lmasa metro bekatlaridan bo'lsin yoki savdo saroylaridan bo'lsin, siz biror parcha axlat topolmaysiz. Shundaq bo'lishiga qaramasdan ko'chalarda ne bir tozliq ishchisini yoki bo'lmasa bir axlat sanduqini uchratib olmaydi. Men Yaponiyaga o'qishga kelib 2 yildan keyin oilamni chaqirib keldim. Bolam 1-sinfga o'qishga kirdi. O'qishga kirgandan keyin har kuni tushlik tomog'idan oshgan tomoqning axlatlari, meva sho'paklari, yemeklik plastinkalarning hammasini tomoq qochisiga yig'ib uyga akilatdi. Undan keyin turlarga bo'lib o'xshamagan axlat xaltalarga tashlaydi. Bu ularning hamda bolalarga kichikdan tortib singdiradigan tozliq odat ekan. Keyin qarasam tomoq chekadiganlarning yonchug'idan tomoqqa chaqmoq chiqqandan sirt yana uning qo'shilib yana bir kuldan chiqadi ekan. Yo'llarda tomoq chekib minayotgan odamlarning bo'lmasligiga qaramasdan maxsus tomoq chekadigan o'rinlardagi tomoq chekuvchilarmi tomoqsining kulini, qoldiqlarini hammasini shu kuldan yig'ib og'zini yemlab uyiga akitadi ekan. Bu Yaponiyaningki bu tozliq jihatdagi bu odati bizning haqiqatan o'rganishimizga arziydigan bir nihoyat muhim bir nuqta. Uningdan sirt mening yana his qilganim ba'zi bir tuzilgan prinsiplar hem oddiy hem qat'iy bo'ladi ekan. Mening muallimimningki tadqiqot guruhida mendan boshqalar yaponlikdi. Bizning har haftada bir qitim seminar berishimiz kerak. Muallimning topshirgan vazifasi shu. Agar seminarga biz tayyorlik kelmasak, shu qitimlik seminarni amaldan qoldiradi, buning ziynini biz tatadik. Biz har qanday bir sababni ko'rsatmaydik va bunda sabablar tufayli men buni tayyorlayolmadim deydigan sabablarni. Bu seminarimizninki prinsipi no excuse de. Ya'ni hech qanday sabab yo'q. Bana sabab ko'rsatish bo'lmaydi. Cho'qim oldin ola tayyorlik qilishimiz kerak. Agar masalalarni yechamisak, muallim bilan ko'rishib, masalalarning yechish usullarini muallimdan tushunib olgan keyin yetsak bo'ladi. Ammo seminar kuni kelgan chaqda bundaq bana sabablar putrab turolmaydi. Undan boshqa mening o'z ko'zim bilan ko'rib yetganim, yaponlar qoid tuzumga bo'ysunishga, mas'uliyatini o'z vaqtida ado qilishga shundaq ko'ngan bir xalq. Bular bu qoid tuzumga bo'ysunish yoki mas'uliyatni ado qilishni yuk deb hisoblamaydi. Odatga aylanib ketgan deyishga bo'ldi. Men Yaponiyaga yangi kelgan chog'da bir meva import qilgan shirkat ishlagan. Bu shirkatda biz asosan banan to'shaydik. Boshqa mevalar bor, ammo bananni shu ko'proq erlar to'shaydi yashikda. Agar meva to'shaydigan paraxod kechikib kelib qolsa, bizning ishimizmi kechib ketdi. Bundaq vaqtlarda shu shirkat xodimlari o'zlari qilishga tegishli ishlarni qilib bo'lib, banan to'shaydigan vazifani shu guruhi boshliqlariga topshirib qo'yib ketaveradi endi shirkatdan ishdan tushib. U guruh boshliqlari yaponlik, ammo bizga o'xshash ishlamchilar ularmi? Soatiga pul oladigan ishlamchilar. Bular ammo ishni qilgan chaqda xuddi birisi uni kuzatib turayotgandek, nihoyatda astoydil ham tez qiladi. 1 soatlik ishni hargiz kerakda 1,5 soatga 2 soatga so'zib, ish haqini ko'proq ilib olay demaydi.
Hı. Dal mushundaq ishlab yurgan kunlarning birida bir Xitoy ishlamchi mushu hozir men degan ishni o'ttirib qo'ydi mushu guruh boshlig'imizga. Hı. Bu baribir hozir shirkat xodimlari bo'lmagan ekan, azroq oldirmay ishlab ko'proq pul topsaq bo'lmamdi degan chog'da bu guruh boshlig'imiz bek muloyimdi. Ammo oshining gapini anglagandan keyin buning chiroyi shunda o'ngib ketdi. Qarsam u o'ngda anikin shundaq bir qattiq ovozda gap qildi. Sen o'zingning davlatida shundaq qil. Hı. Bu degan mening davlatim. Men har bir tiyinni to'g'ri yo'l bilan tepishim kerak deb javob berdi. Lekin Xitoy ishlamchi shundaq o'solib ketgan ashadi. Hı. Men endi 6 yil turish jarayonida bu yaponliklarning nurg'un afzalliklarini, nurg'un esil odatlarini bayqadim. Ben o'ylayman-da, doim o'ylab qolaman. Bular nima uchun bunchalik angliq? Bo'lmasa, hech yerda tozlikni so'y yoki tartibsizlikka bo'ysun deb bir nemalarni chaplamaydi, tashviqotlarni chaplamaydi, hech yerda men tashviq qilmaydi buni. Ammo bular shundaq o'rgangan tozlikni ommaviy tozlikqa bek ko'ngil bo'ldi. Qoidalar, tuzumlarga intayin bo'ysunadi. Bundan keyin ishlarni mas'uliyatchilik bilan, samimiylik bilan qildi. Keyin o'ylab baqsam, bularning bu qilayotgan hammasi shu Yapondan iborat bir davlat uchun ekan, ya'ni Yaponga bo'lgan muhabbatidan bu shakllandi ekan. Ular hargizmi dabdabilik katta shuarlarni to'lab vatan uchun aniq qilamiz, ma'ni qilamiz deb shuar qattiq yuqori ovoz shuarlarni to'lab yurganini ko'rmaymiz. Uning ustiga men mushu Yaponiyada yashash jarayonida hech qanday bir Yapon bayrog'ini qo'llariga ilib, yuzlariga, ko'zlariga surkab, so'yib, boshlarini egib ko'tarib, bunda ulug'lig'ini ko'rib baxmadim. Ammo bular o'zining vatanga bo'lgan sevgisini, ham vatanparvarligini shu oddiy ishlardan, ya'ni tozlikni asrashdek, vaqtga rioya qilishdak, qoida tuzumlarga bo'ysunishdek, o'sha oddiy ishlardan namoyon qildi ekan. Ularning vatan sevgisi ana shunday oddiy ham samimiy bo'ldi ekan. Menimcha biz Yaponlarning o'sha vatan sevgisini shunday oddiy konkret ishlar orqali ifodalashni o'rgansak bo'lgan deb o'ylayman. Rahmat. Yapon to'g'risida aytib yaxshi so'zlab berdingiz. Vatan sevgisi işte oddiy va bevosita bo'ladi. Men Yaponga borgan chaqdimi, Yaponninki ko'chining pokizligiga qarab hayron qolgan. Bu insonniki agar odat Yaponni ko'rib boqmagan odam shuni aytganda, o'ylab qolmagan darajada pokiz. Biz davomli terlarninki yan belgisi taqib chiqib, shu ko'chini orlab, axlat to'si terib, bexatarlikka ta'sir qilgan ishlar bo'lsa, shuni oldini olib yurganini ko'ramiz. Men to'g'ri. Yaponda so'rgan bular pul olamdi, bu qerlar mushtaq yuradi ekan deb, ular o'zligidan qiladi. Mush mahallesini yaxshi bo'lsin deb qildi deb. Amaliyotda vatan degan bir tal giyoh, mahalla. Shuni söysak vatanni söygan bo'lamiz. Biz vatanni qanchalik söyimiz? Bizmi vatanni shunday söydikmi? Demak, vatanni söyish ashunchalik oddiy amaliyotda. Vatanning ismini almashtirib etib, ichini qurg'idab o'ynash vatan söyish bo'lmaydi. Mana bizning mush bayroqni söyish, vatan söyish. Buning mazmuni eg'izdila emas, aksincha sizning qilgan har bir ishingizda vatan uchun bergan bedelingiz ko'rildi. Undan keyin Yaponliklarda bir odat bor. Sizni bir yerga chaqirsa, siz cho'qim 5 minut burun berishingiz kerak. Agar 5 minut kechiksangiz, buni sizga ikkinchi fursatni bermaydi bu Yaponliklar. Masalan, bir intervyu deylik. Biroqning oldiga siz 5 minut kechikkandan keyin voy anda bo'lib qoldi, manda bo'lib qoldi degandan keyin eg'izda chiroyli gap qildi, voy tushundim deydi. Lekin siz u intervyudan qat'iy o'tmaysiz. O'tkazmaydi. Her qanday ishlardan bo'lsangiz-mu, sizga fursatni bermaydi. Nima ishqa? Chunki bular shu birisi vaqtga hurmat qilmagan odamningki o'z mas'uliyatidan chiqolmaydiganiga ishindi bular. Yani bu chunki vaqt Yaponiyada oltin. Boshqa dunyoning boshqa yerlarida vaqtga bo'lgan ko'z qarashning qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar Yaponlar shu minutning, sekundning, daqiqaning ustida maqdagan xalq bo'lg'ashqa bular vaqtga bek rioya qildi. Sizmi bizningki kelgusida vatanimiz mustaqillikni asli keltirsa, ko'chalarning Yaponnikidek pokiz bo'lishini, xalqlarimizning qoidaga bo'ysunishini va vatanni Yaponlikqa so'ygandek so'yishini umid qilibsiz? Albatta umid qilaman. Biz chet elda tug'ilganmiz, chet eldan biz o'rganishimiz kerak. Biz turib qo'yaplar, ketiblar.
bu Yaponiyadaki, Norvegiyamadaki emas. Biz her bir tuğan yerimizde şularınki yaxşı yerini öğrenişimiz gerek. Yaponlarınki vatanını söyüşünü ve onların kaidagi boysunuşunu çokum öğrenişimiz gerek. Ondan keyin hazır hamda bizga bir yaxshi fursat bor. Xitoylar necha vaqtdan pul tepib qilgan bilan Xitoylarning iqtisodi tushyotidi. Aksincha Yaponning iqtisodi ko'tarilyotidi. Yapon azaldan bizning mustaqilligimizni qo'llab kelgan, bizga do'st bo'lib kelgan xalq. Chunki Yaponning bevosita manfaati Xitoyda. Ularningki o'zaro menga yeshilmaydigan bir ziddiyati bor. Buni hammamiz bilamiz. Mushunda vaqtda Yapondagilar biz qandoq bir irodani ko'rsatishimiz kerak. Ularga biz Xitoylar bilan yaxshi tutib, bizga azroq yordam qilsang deyishimiz kerakmi yoki bizmi mustaqillikni xohlaydiq, sizlar bizga mustaqilligimizni qo'llaydigan yordam berishinglar kerak deyishimiz kerak. Albatta, har qanday bir fursat tug'ilgan yerda biz o'zimizning mustaqillik irodamizni davomli ifodalab turishimiz kerak. Yaponmo albatta bizningki davomli turda mushu mayli ommaviy yig'ilish bo'lsin yoki bir siyosiy yig'inlar bo'lsin, shundaylarda so'z qilish fursati bo'lgan chog'da mushu mustaqillik irodamizning ifodalanishini xohlaydi. O'tganda mushu Facebookda bir kesib chaplab qo'ygan bir qisqa videoni ko'rib qoldim. Shuningdimi shu bir chet ellik maslahatchi ekan, talaffuzdan hindistonlikdek his qildim. Shu ashundaq deyapti. Sizlar qanday yerga borsanglar, Tibetlarga o'xshash o'zinglarning mustaqillik irodalaringlarni ifodalanglar. Agar sizlar mustaqillik irodanglarni ifodalamasanglar, boshqalar sizlarning mustaqil bir davlatning fuqarolari ekanliklaringlarni, sizlarning davlatinglarni xalqning besib olganligini unutib ketadi deydi. Demak, biz xalqning esiga solmasak, xalq albatta unutib ketadi buni. To'g'ri, to'g'ri. Buni nihoyat yaxshi dedingiz. Undan keyin yaqinda yana bir xabar chiqdi. Bizningki aşağıdaki aktivistlarınki yezib, Yaponchaga yezib, o Yapondagilarga sovg'a qilgan kitobini bir Yaponlik parlamentning a'zosi qaytirib akilib, bu kitobda sizlar mustaqillik demabsizlar, raskatni qilmabsizlar, Xitoyning ketmini chepsizlar deb. Agar biz Yaponda turishlik Uyg'urlarmi Xitoylarga anchalik holchilik qilib kelsak, Yaponliklar bizga fursat bermaydi. Yaponliklar qarab yo'q. Chunki ayni chaqdimi bizningki vatanimizning xaritalarini chizib Məntümün buğrağa şunu Kabuldaki Yaponlik elçisi görüşken vaqtda yardım berishni, qurolni, qanchalar qurol berganligini hammani deyishgan. Ular bu tayyorlikni azaldan qilg'iliq. Ammo mana hozir kelganda biz Yaponda ashadaq bir kishini ko'ramasak, biz umidsiz qolamiz. Endi bu qitimliq imzo qo'yish faoliyatida Yapondagilarninki, Yapondagi Uyg'urlarninki, Yapondagi Sharqiy Turkistonliklardan siz rozi bo'ldingizmi? Men bu qitimliq imzo faoliyati oyoqlashgandan keyin parlamentlarga yo'llangan shu ochiq xatni ko'rdim. Ostidagi tashkilotlar imzo qo'ygan yerda 3 Yaponiyadagi 3 tashkilotlar imzo qo'yganligini ko'rdim. Buning uchun ularga cho'nqur tashakkurimni bildiraman. Ammo mencha Yaponiyadagi vatandoshlarning shu qitimliq imzo faoliyatiga tutgan qizg'inligi yetarli bo'lmadi deb qarayman. Ben Yaponiyadagi vatandaşlarning mustaqillik irodamizni bildiradigan shunday bir harakatlarda bo'lsa, tashabbuskor bo'lishini, qizg'inlik bilan imzo faoliyatini qo'llashini, keng tashviq qilishini, ham tashkilotlarning imzo qo'yishiga turtki bo'lishini kutgandim. Ammo ijtimoiy aloqa to'rlarida men bir necha qarindishimizdan boshqa vatandaşlarning o'yinchilik qizg'inligini ko'rmadim. Ular sukutni tanlab oldi. Men yana akademiyaga bog'langan kishilik huquq da'volariga bog'langan tashkilotlarning mustaqillik uchun ovoz chiqaradigan mushu fursatda bir ovozni chiqarilishini umid qilgandim. Chunki mayli Uyg'ur nomida qurilsin yoki Sharq Turkiston nomida qurilsin, bu akademiyaga yoki kishilik huquqlarga bog'langan tashkilotlarning odoq g'oyasi cho'qim mustaqillik deb bilaman. Agar ular o'zining qalbida shu mustaqillikni arzu qilib, ammo ish harakatida ko'rsatmasa, bu uning samimiyatsizligi bo'lamdi yoki nemisi bo'ldi, buni o'zlari bir yaxshi o'ylashi kerak. Endi shundaq bir narsa cho'qim esimizda bo'lishi kerakki, mustaqillik da'vosi hargizmi bir nechalarning yoki bir nechta tashkilotning yoki bo'lmasa Sharq Turkiston surgun hukumatining ko'tarib olgan da'vosi emas. Bu hammamizning da'vosi. Shunga men Yaponiyadagi vatandoshlarga emas, butun dunyodagi vatandoshlarning o'rnida dast turib, Xitoyga qarshi bu kurash sepiga qo'shilishini umid qilaman. Rahmat, rahmat.
Endi Yapon to'g'risida gap qildik. Yapondan nurg'un ixtisosli odamlarimiz bor bizning. Uyg'urlarning ichidagi eng ixtisosli odamlar Yaponda yetishib chiqqan. Buni Yapon davlati Uyg'urlarga bergan bir fursat emladi. Nurg'un doktorlar, magistrlar yetishib chiqdi. Ammo shu siyosiy faoliyat kelganda biz davomli Yapondagi yashayotgan Uyg'urlarning ovozini anglamaymiz. Lekin ular eng bilarmanlar. Shu bilish fursatiga erishganlar. Amaliyotda shu bilish fursatini vatanning tuprog'idan ayirib qarg'ala olmaydi. Ularga cho'qim rahmatimizni bildirishimiz kerak. Ularga bildirgan rahmatimiz bizning shu unvonni elib, doktorlik, magistrlik unvonni elib, turmushimizni yaxshilashlarga tomonlanib qolsa, bu faqat yaxshi bo'lmaydi. Men bu fursatda Yapondagi qarindoshlarimga aytay, bizningki bu ishimiz bir doktorlikni olgan bilan, bilim olgan bilan xalqimizga javob berdik deb bitmaydi. Cho'qim mustaqilligimiz uchun ozroq hassa qo'shmasak qat'iy bo'lmaydi. Şuna Yaponlikqa Uyg'urlarning irodasini ko'rsatinglar, Sharqiy Turkistonlikning irodasini ko'rsatinglar. Bizningki mustaqil vatanga ehtiyojli ekanligimizni, ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilganligimizni bildiringlar. Rahmat. Hamda bu qitim imzo faoliyatini siz Nurbiga turib nihoyat yaxshi qo'llab qildingiz. Yig'inchaqlab o'zingizning fikrini deb baqsangiz imzo faoliyatiga. Bo'ldi. Men yuqorida shu yaponliklarningki vatan suyish, vatanni suygan, suygusini ifodalash yoki vatanparvarligini ifodalashda ishlatgan hem oddiy hem konkretni usullarni qo'llanishni tavsiya qildim. Ya'ni xuddi tozlikni suyish, gulgiyalarni asrash yoki samimiy bo'lish degandek. Hem mushqitimlik imzo faoliyatimi bizga nisbatan aytgan chaqda vatan suygimizni ifodalaydigan, mustaqillik irodamizni dunyoga jakalaydigan bir oddiy hem konkretni bir usuldi. Ammo biz buningga qanday pozitsiya tutdik? 8 fevral Salih Xudoyor bu imzo chaqiriqini e'lon qildi. Uningdan shu kundan boshlab toki ochiq xat parlamentlarga yo'llanguncha bo'lgan 10 kun ichida bu imzo qo'yish bo'lgan qarshiliklar, imzo qo'ymaslikdagi ahmas bahona sabablarining vaji nima bo'lib ketdi men faqat bilaman. Mening vatanim besilgan davlat edi deyish bizning nima ishlarimiz tutishidi. Biz rostli mustaqillikni orzu qilamdik degan ko'plagan savollar mening kallamda paydo bo'ldi. Mening shunchalik kayfiyatim buzildi. Asli bu hammamiz qo'llashga tegishli bir nihoyat esil bir faoliyatdi. Shundoq bo'lishiga qaramasdan 61 tashkilotning qo'l qo'yish bilan bu qitimliq imzo harakatimiz intayin g'alabalik bo'ldi deb qarayman. Men bu qitimliq imzo harakatida hayot kuchga to'lgan yoshlarni ko'rdim. Ular ijtimoiy taratqularda, WhatsApp to'plarida, YouTube kanallarida bu imzo faoliyatlarini to'xtamasdan tashviq qildi. Tashkilot rahbarlari bilan bevosita aloqa qildi. Hatta ular xat yozdi, imzo qo'yishga undadi. Men yana Salih Xudoyordek, Dilyar Musaboydek bilimlik, kuchli yetakchilikka qobiliyatli yoshlarning xalqimizni, tashkilotlarni harakatga keltirib, imzo qarshilik bildirganlarga radiya berishda qanchalik cho'ng rol o'ynaganligini ko'rdim. Men bu qitimliq imzo harakatida yana yoshlar jo'shqinlik jihatda yoshlardan kelishmaydigan 60-70larning qarsini olgan cho'nglarni ko'rdim. Ular Xitoyning mustamlikasiga qarshi yo'q deb sado chiqaradi. To'rtoplarda bu imzo faoliyatini keng tashviq qildi. To'sqinlik qilganlarga WhatsApp to'plarida ko'plab radiya bergan cho'nglarning ovozlarini anglab ko'zlarimga yosh kelgan bo'ldi. Men bu qitimliq imzo harakatida yana shu mustaqillik deb dunyoga jar solgan tashkilotlarni ko'rdim. Bu tashkilotlar o'rnidan dast turib dunyoga mustaqillik irodasini ifodaladi. Uyg'urlarning ichida yoki butkul sharq turkistonliklarning ichida kishilik huquq da'vosi uchun harakat qilmaydigan, balki odoqi g'oyasi mustaqil sharq turkistonning qaytadan qurib chiqish ekanligini dunyoga anglitadigan bu tashkilotlarni ko'rib bek faxrlandim. Men yana mush tashkilotlarning bir yerga kelib hamkorlashib ish qila oladigan kelgusini ko'rdim. Shuning uchun men bu qitimliq imzo to'plash faoliyatini nihoyat g'alabalik bo'ldi deb qarayman. Rahmat. Biz bir umidni ko'rdik. Siz bizning hukumatimizdan bir umidni ko'radimsiz? Albatta. Men Sharq Turkiston so'gindi hukumatidan ko'rgan umidim nihoyat cho'ng. Sharq Turkiston so'gindi hukumati qurilgandan ta bugungacha nihoyat cho'ng dushmanliklarga uchrab keldi. 2019-yildan keyingi ichki krizisda biz zo'r ko'pchilik Sharq Turkistonliklar
sürgün hükümetimizden nihayet ümitsiz halatga tushdik. Ama bu yerda tevrenmegen, xuddi grant tashdek mustahkam turgan bir muhisbatimiz bor. U bo'lsa bizning sobiq prezidentimiz G'ulom Usmon aka. G'ulom Usmon akaning shu izchillik bilan tirishishi, qat'iy bo'shashmay prinsiplarda qattiq turishi, haqoratlarga, dushmanliklarga pisand qilmasligi bilan sürgün hükümetimiz mevcutluğunu davamlı saqlab, hayat gücünü davamlı saqlab keldi. Şu iğir xavflarning ustidan g'olib keldi. Hem bugungi kun kelgan chaqda mana qurilgandan bu yanqi eng kuchli holatga keldik. Ama bu eng kuchli holatga keldik deganimiz biz kuchayib ketdik deganimiz emas. Biz yana ojiz holatda. Biz texnik ko'p hamkorlashishga, qo'llashga, rag'batga muhtoj. Shunlashqa muhojiratdagi Uyg'ur, Qozoq ve başka Türkiye milletlerine öz içeren barlıq Şarkı Türkistanlıklarının Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin qo'llashini, qo'ldan kelishicha moddiy ve ma'naviy yordam berishini, ruhiy jihatdan rag'batlantirishini, hech ish qilmagan taqdirdami bo'xton chaplab haqorat qilmasligini umid qilaman. Bu qitimki imzo faoliyatining uyushtirilishi ve xalqimizning keng ko'lamda harakatga keltirilishi hukumatimizning haqiqatan yetaklash kuchining borligini namoyon qildi. Bu vaqtda Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayininki ichki ishlar mas'uli Dilyar Musabay bu qitimki imzo harakati Sharq Turkiston sürgün hükümeti o'zining imzo harakati orqali Sharq Turkiston sürgün hükümeti o'zining yetaklash kuchining borligini, tashkilotlarni yetaklay oladiganligini isbotladi. Biz uzundan beri shuni kutgan edik. Endi suhbatlar boshlandi deb so'zlab o'tdi. 3 kunning oldidagi bir videoda suhbatlar cho'qim boshlanishi kerak deb yana takrorladi bu so'zni. Demak, mustaqillik kurashimizda ham sürgün hükümetimiz hargizmi yolg'iz emas ekan. Uning qishida u charchisa yo'laydigan, ojiz kelsa kuch beradigan, aqliga aql qo'shadigan Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayiga o'xshash kuchli mustaqilchi tashkilotlar ham har xil ijtimoiy organlar bor ekan. Demak, mushundaq orqamizda kuch bo'lib turadigan xalq va tashkilotlar bo'lgan vaqtda inshaalloh hukumatimizning ishlari olg'a bosadi. Yangi natijalarga qo'l yetkazdi. Shuning uchun men shu Sharq Turkiston sürgün hukumatimizning kelgusidan pek zo'r umidda. Rahmat. Bugungi vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Biz tarafdan nurg'un insonlar va tashkilotlar va bizni xalqningki qo'llashini umid qilamiz. Bizning prinsipimiz faqat va faqat Sharqiy Turkistonningki mustaqilligi. Ya'ni Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Bu hukm o'zgartirilsa bo'lmaydi. Uning ichiga Uyg'uristonning mustaqilligi desak bo'lmaydi. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Bu o'zgarmaydi. Chunki bayroqku va bizning davlat atimizga va. Endi bizning bu hukumatimizningki bu ishini biz hukumatning adamdorlik qilib ketmaymiz albatta. Xuddi yaponliklar qilganga o'xshash har bir Sharqiy Turkiston fuqarosiningki o'zining vatani uchun astir ko'pda bir ish qilishini umid qilamiz. Biz endi har qanday ishda hozir xalqaro iqtisod kerak. Bizga iyoni berganlardan biz hargiz ranjimaymiz. Hargiz iyonlarni aymanglar, yordaminglarni aymanglar. Xuddi Bay Parat degandek bizga bo'lgan hujuminglar aymay qolmay, boshqa narsani aymanglar. Mushu belki vaqtinglarga rahmat. Kelar qatimliq programmamiz o'z vaqtida bo'ladi, to'rda e'lon bo'ladi. Hammanglarning mush vaqtga ko'pdan ko'p rahmat. Allohga omonat. Xayr.